Nima uchun butun Amerika migrantlarni haydamoqda? Nima uchun butun shtatlar bo'ylab qattiq reydlar o'tkazilyapti? Nima uchun Amerikadagi migrantlarga shafqatsizlarcha diskriminatsiya qilinyapti? Birodarlar, aslida hammasi ayon. Shunchaki bu narsani biz tan olishimiz kerak. Aslida biz truck kompaniya ochib, driverlarni qo'limizdan kelguncha uxlatganmiz. Aslida biz Amerikadagi ELD sistemani 50% ni qo'limizga olib, qoidabuzarlik qilib driverlarga vaqt qo'shib berganmiz. Aslida biz fuel kartalarini olib, ularga zapravka qilib, pullarini qaytarib bermaganmiz. Aslida biz kreditni istoriyani pul bilan taxlab, katta summalarga kredit olib, o'zimizni bankrot e'lon qilib yoki o'zimizni yurtimizga qochib ketganmiz. Aslida biz muhtoj bo'lmasak ham Amerika bergan imtiyoz kartalarini barchasini qo'lga kiritganmiz. Aslida biz bularni urf-odatini mensimasdan o'zimizni urf-odatimizni ancha oldin qo'yganmiz. Aslida bu ishlarni barchasini o'zbek qildi demoqchi emasman. Bu ishlarni ortida barcha millatlar bor, barcha migrantlar bor. Birodarlar, ana endi erkakcha sizlarga savol. Sizni hududingizda yana nima qilish kerak siz u insonni haydashingiz uchun?